Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga emojili kod metodi haqida gapirib bermoqchiman. Bu metod boshlang'ich sinflarda dars jarayonini yengillashtiruvchi, o'quvchilar uchun esa juda qiziqarli usullardan biridir. Emojili kod metodi bu dars jarayonidagi topshiriqlar va qoidalarni maxsus belgilar, ya'ni emojilar orqali ifodalashdir. Oddiy so'zlar bilan aytganda, biz ko'p gapirmaymiz, balki bitta belgi orqali butun sinfga signal beramiz. Kelinglar endi 4-sinf tabiiy fani suvning foydali xossalari mavzusida ushbu metodni ko'rib chiqamiz. Avvalo o'qituvchi darsning boshida ushbu emojilar orqali dars maqsadini belgilab oladi. Bugungi maqsad suvning foydali xossalarini bilib olamiz. Keyingi emojimiz juftlikda muhokama qiling. Bu emoji orqali esa o'quvchilarga tajriba qiling va kuzating degan signal beriladi. Dars so'ngida har bir o'quvchiga ushbu ko'rinishdagi emojilar orqali rag'bat va maqtov uchun tarqatilinadi. Keling endi o'quvchilar bilan guruhlarda ishlash orqali o'tilgan mavzuni emojilar orqali eslab qolishlari uchun quyidagi maxsus emojili kodlar tarqatiladi. Birinchisi, suv shaffof ko'rinishda, quyidagi emoji orqali. Ikkinchisi, suvning hidi yo'q, ushbu emoji orqali. Suv ta'msiz, bu emoji orqali. Suvda tuz eriydi, bu emoji orqali. Suv yorug'likni o'tkazadi, ushbu emoji orqali. Suv o'simlik uchun zarur, bu emoji orqali keltiriladi. O'quvchilar bu kodlarni ko'rishi bilan darrov xossalarini eslab qoladi. Hatto tajriba o'tkazayotgan paytida ham men va boshqa o'qituvchilar ushbu emoji kodlar ko'rsatsa, ular qaysi ishni qilishlarini tushunib olishadi. Xulosa qilib aytganda, emojili kod metodi bu darsni qiziqarli, samarali va tushunarli qiladigan zamonaviy yondashuvni talab qiladi. Bolalar belgilarni ko'rib zavqlanadi. Biz esa dars jarayonini aniq va tartibli qilib olib boramiz.